Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi ishimiz. Varganza qishlog'i. Har bir ustumlarning orasi 284 cm dan bo'ldi. 7 ta ustum qo'yildi. Agar 6 ta qo'yilganda 3,5 metr bo'lib ketadi. 3,5 metrda uy egasi katta edi. Shunga 7 tani qo'yishni mo'ljalladi. 7 ta qo'ydik. Bu yer endi tandirxona, oshxona, shunaqa narsa oldini bir chiroyli qilaman deyapti. Bu tomon bilan qo'shib yopiladi. Keyin shapka chiqarar ekan 70-80 cm. Chiroyli qilib berdik. Liniyalari bitta chiziqda hammasi. Bitta chiziqda hammasi. Gullari bilan chiroyli bo'ldi. Mana hozir yechgan qoliplarimiz sal qorayib turibdi. Nargilari oqqardi, bularni kecha yechuvdik. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, ekranda nomerga telefon qilsangiz qilib beraveramiz. Qo'shib yopiladi bu tomon bilan. Pastki tomoni mana shu stechka bilan bir xil bo'ldi. Bu yerdan juda zo'r ko'rindi. Bir xil bo'lib. Gullarning hammasi hovli tomonga qarab qoldi. Bu yerdan ham katta bitta imorat tushar ekan. Shuning uchun hovli bu yer bo'ladi. Bu tomon oshxona, tandirxona, reminka o'tiradigan joylar. Ekranda nomerga telefon qilsalaringiz qilib beraveramiz. Sifatli qoliplarda Xitoy davlatidan olib beramiz. Bu Qarshi shahri Kitobdagi ishimiz.